Agar yomg'ir yog'masa, butun hosillarimiz qovjirab tamom bo'ladi. Alloh bu yurtimizni yomg'ir bilan siylab, o'z marhamatini dariq tutmaydi deb umid qilaman. Dadajon, u yerda nima bo'lyapti? Bu faddon odamlarning juda qadimiy odati. Ishlarning dushmanlarini olovga tashlaydilar. Mana shu manjaniq yordamida. Uning gunohi nima? Uni kechiringlar. Yolvorib so'rayman. O'tinaman. Qo'yib yuboring. Meni aybim yo'q. Nima gunoh qildim axir? Menga biror narsa bo'lsa podani asra. Sen shu yerda kutib tur, men qaraychi nima bo'lyapti ekan. Qo'yib yuboring. Ey ko'hini oliy, meni deb gunohdan keching. Men noto'g'ri ish qilganim yo'q. Meni qo'yib yuboring. Bu hokimimiz Labonning jiyani Yoqub. Yolvorib so'rayman, bizga shafqat qiling. Farizda gunoh yo'q. U jazoga loyiq. Yordam Xaloyiq, qilinglar. ishoninglar. U Menda gunoh yo'q. kerak. U o'limga mahkum. Meni gunohim yo'q. Rahim qilinglar. Ishoninglar. Men aybsizman. Rahim qilinglar. Meni gunohim yo'q. Ishoninglar. Men aybsizman. Muttaham Fariz ishlarning dushmanidir. U ma'budimiz ishlarga qarata tosh otdi. Ma'budimizni noloyiq va kuchsiz deya atadi. Faddan shahrining qadimiy odatlariga ko'ra, buyuk ma'budimizni haqorat qilgan har qanday kishi shu manjanaq bilan olovga otilishga mahkum. Rahim qilinglar. Men noto'g'ri ish qilganim yo'q. Men o'z haqqimni talab qildim xolos. Yolvoraman. Rahim qilinglar. Menga rahim qiling. Bechora Fariz. Gunohim yo'q. Rahim qiling. Men gunohsizman. Gunohsiz. Shafqat qiling. Meni gunohim yo'q. Meni gunohim yo'q. Shafqat qiling. Iltimos, shafqat qilinglar. Kechiringlar uni. Kechiring men uchun. Hamshaharlarim, Shafqat iltimos, qiling. menga shafqat qiling. Shafqat qiling. Behuda faryod qilma. Yo joning omon qolishi uchun xun puli to'laysan yoki olovga tashlanasan. Iltimos, olovga tashlamang. Iltimos, meni gunohim yo'q. Shafqat qiling. Iltimos, Gunohsizman, shafqat qiling. olovga tashlamang. Uning xun puli qancha? Qancha to'lashim kerak? Sen to'laysanmi? Yo'q. Axir u dushmanimiz bo'lsa. Sen ma'budimiz ishlarni dushmanisan. Avval o'zing uchun xun puli to'lashing kerak. Unda meni nega hibsga olmayapsizlar? Gunohkor insonni olovga tashlash yurtimizda eski odatligi yangilik emas. Namrud ham o'z odamlariga meni bobom Ibrohim alayhissalomni o'tga tashlashni buyurgan. Ozodlikda yurganingning yagona sababi bu hokimning xotirini qilganimizdir. Chunki sen uning nafaqat kuyovi, balki jiyanidirsan. Demak, kim hokimga yoki hukumatga yaqin bo'lsa, u bemalol ma'budni haqorat qilishi va hibsga olinmay yurishi mumkin. Shundaymi? Uni darhol hibsga oling va bobosi kabi olovga tashlang. Qo'lingizni tekkizmang. Qo'lingizni tekkizmang. Oling qo'lingizni. Hoy! Bu yerda nimalar bo'lyapti? Uni qo'yib yuboringlar. U ayblanayotgan kishini ham ozod qiling.
Fariz jazosini olishi kerak. Agar Yoqub uning xun pulini to'lashga rozi bo'lgan bo'lsa, sen u odamni jazolashga haqqing bor. Ozod qila ko'rmang. Yoqub, Farizning ozod qilinishi uchun 500 dinar xun puli to'lashing kerak. Albatta, xotirjam bo'ling. U pulni to'layman. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Men tokaygacha sen biror xato qilmasligingni poylab, qo'riqlab yurishim kerak. Judayam minnatdormiz. Rahmat sizga. Nima qilyapsan? Katta rahmat sizga. Menga to'lagan xun pulini sizga to'liq qaytarish uchun qancha kerak bo'lsa shuncha muddat xizmatingizdaman. Ishlaringizni qilaman. Siz Farizning hayotini saqlab qoldingiz. Siz bizning hayotimizni saqlab qoldingiz. Ketdik. U yaxshi inson ekan. Bechora tinmay ishlayapti. Ko'p yillardan beri Faddon va Bobil xalqi ishtar ma'budasini deb qurbon bo'lishadi. Agar otang Lobon o'z vaqtida kelmaganida biz ikkalamizni ham olovga tashlashar edi. Farizni jonini Alloh saqlab qoldi. U ishtarga sig'inishini to'xtatib, Allohga ibodat qilish kerak. Rohil, u shundoq ham Allohni taniydi. Uning joni omon qolgan soniyadan boshlab u Allohga ishonadi. Yangi mehmonimiz qachon dunyoga keladilar endi? Tez orada, ey Allohning nabiysi, tez orada keladi. Necha yillardan beri farzandga intizormi? Alloh nasib qilsa, bu kutish onlari tez orada yakun topadi. Senga va ahlinga salomlar bo'lsin. Senga ham salomlar. Qo'ychivan Yoqub. Tashakkur. Bu sovg'a salomlarni ishtarga olib kelyapsizlarmi? Biz ma'budlarimizni rozi qilishimiz zarur. Aks holda bu yil yomg'ir yog'maydi. Bu narsalarga ma'budingdan ko'ra o'zing ko'proq ehtiyojmand emasmisan? Ba'zi odamlar ma'budlarni g'azabini keltirgani uchun biz o'shalarni gunohini yuvish taraddudidamiz. Ma'buda ishtarning o'sha sovuq va tosh haykalining xohish irodalari shunday ekaniga iymoning komilmi? Seni shu kabi haqoratlaring ma'budlarimizni g'azabini keltirib, yomg'ir bulutlarini yurtimiz fadandan uzoqqa haydab yubordi. Ma'budlarni haqoratlashni bas qil, Yoqub. Qodir Alloh turganda bu sovuq va mo'rt toshdan qilingan ma'budlarga nega sig'inasizlar? Nega? Nega Allohning nomi nuridan bahramand bo'lishni istamaysizlar?